Assalomu alaykum. Boshlang'ich geometriya kitobimiz bo'yicha 62-betdagi misollarda yechimini birgalikda tahlil qilamiz. Yuqoridagi bo'yalgan uchburchakda yuzini nuqtalar orqali topadigan bo'lsak, nima qilamiz? Dastlab ushbu to'rtburchakning yuzini topib olamiz va bu to'rtburchak yuzasidan mana bu nuqtalar tutashtirib hosil bo'lgan uchburchak va mana bu uchburchak va yana mana bu uchburchak yuzalarini ayirib tashlasak, bo'yalgan sohani yuzasi kelib chiqadi. To'rtburchagimiz bir tomoni 5 ga, ikkinchi tomoni 5 ga teng. Endi bu kvadrat ekan. Yuzasini topib qo'yamiz. 5 ni 5 ga ko'paytirsak 25 santimetr kvadrat. Mana bu bitta masala. Endi bu uchburchak yuzasini topamiz. Shu yuzani topadigan bo'lsak, bir tomoni 2 ga, bir tomoni 3 ga teng. 2 ni 3 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 3 santimetr kvadratga teng bo'ladi yuzasi. Keyingisi bu tomon uzunligi 5 ga teng, bu tomon uzunligi 2 ga teng. 90 gradusda kesishadi. Endi bo'yalgan shu uchburchak yuzasini topadigan bo'lsak, beshni 2 ga ko'paytirib 2 ga bo'lamiz. 5 santimetr kvadratga teng bo'ladi bu uchburchagimiz yuzasi. Xo'sh, navbatdagisi oxirgi uchburchagimiz bu tomoni 3 ga, bu tomoni 5 ga teng. Yuzasini topamiz. Yuza topadigan bo'lsak, 5 ni 3 ga ko'paytiramiz 15. 15 ni keyin 2 ga bo'lib qo'yamiz. 15 ni 2 ga bo'lib qo'ysak chiqadi 7,5 mi? Yuza 7,5 santimetr kvadratga teng ekan. To'rtburchagimizda kvadratimiz 125 edi. 25 dan ayirib tashlayman. 3 ni 5 ni keyin 7,5 ni. 9,5 kvadratga teng bo'ladi bo'yalgan uchburchak yuzasi. Navbatdagi bo'yalgan sohaning yuzini topish uchun bo'laklarga ajratib olamiz. O'sha yerdan bir ma'noda qirqib tashlasak, bu bitta chiziqcha, bu ham bitta chiziqcha bo'lganligi uchun bu ham 15 metr bo'ladi. Yuzasi 15 ni 15 ga ko'paytiramiz. 225
metr kvadratga teng bo'ladi. Shu kvadratimiz yuzasi. Endi keyingi masalamiz bo'yicha hop. Buni uzunligi 15, mana buni uzunligi ham 15. Ikkalasini birlashtirsa, mana buni uzunligi kelib chiqadi, bu ham 15 ga teng. 15 ga 15 30 ga teng. 30 metr. Bu sariq yuzani topish uchun ikkinchi qismda. Mana bu yerda topish uchun to'rtburchakda yuzasidan tomoni 30 va 31 ga teng bo'lgan to'rtburchak yuzasidan mana bu to'rtburchak yuzasini nima qilib tashlaymiz? Ayirib tashlaymiz. Bu yuzani to'rtburchak, uchburchak yuzasi 36 ga ko'paytirib 2 bo'lishi kerak. Buni topish uchun to'qson metr kvadrat chiqar ekan natijasi. Katta to'rtburchak topish uchun 30 kara 31 bo'ladi. Bu 930 metr kvadrat chiqadi. Sariq yuzani topish uchun 930 dan ayirib tashlaymiz. To'rtburchak, uchburchak yuzasini 90 ni teng 0 840 chiqyapti. Bu metr kvadratda. Endi bo'yalgan yuzani topish uchun 225 qo'shilgan 840. Bir ming 65 metr kvadrat. Adashmasam. Mana shunday chiqadi. Ikkinchi misolimiz yechimi. Uchinchi misolda yechimi bo'yicha bo'yalgan sohani yuzini topish uchun reja quyidagicha bo'ladi. Mana bu to'rtburchak yuzasidan tomoni 8 va 12 ga teng bo'lgan to'rtburchak yuzasidan ayirib tashlayman. Mana bu uchburchakning yuzasini. Birinchi ishim. To'rtburchak yuzasi 8 santimetr kara 12. Bu 96 santimetr kvadrat bo'ladi. Endi ikkinchi ishim uchburchak yuzasini topish bo'lsa, uchburchagimizning asosi 12 ga teng. Shu asosga o'tkazadigan balandligi esa 8 ga teng. 12 ni 8 ga ko'paytirib 2 ga bo'laman. 12 ni 4 ga ko'paytirsam 48 santimetr kvadrat bo'ladi. Endi bo'yalgan sohaning yuzasini topish uchun bir-biridan nima qilib qo'yaman? Ayirib qo'yaman. Bo'yalgan sohamiz mana shunga o'xshagan. Sakil 96 ayrilgan 48 teng 48 santimetr kvadratga. Oxirgi misolimiz. Bu ham ko'rinib turibdiki, rejasi bo'yicha katta to'rtburchak yuzasidan ayirib tashlashimiz kerak. To'rtburchak, uchburchakda ikkita. Kattasini yuzasini topamiz. Bir tomoni uzunligi 4 ga 1 5, bir tomoni uzunligi 9. Bir tomon 5, bir tomon
5 kere 9 45 metr kvadrat. Eski soha yuzasi. Ikkini ikkiga ko'paytirib ikkiga boraman, teng 2 metr kvadrat chiqadi. Keyingi soha. Shu joyni topamiz. Endi bo'yalgan sohangizni topish uchun 45 dan ayirib tashlayman, 2 ni ayirib tashlayman 0,5 ni. Shunda 43 42,5 chiqyapti. 42,5 metr kvadrat ekanligiga xulosaga kelamiz.